Men meros masalasida notariusga murojaat qildim. Notarius menga otamning tug'ilganlik haqida, nikoh tuzilganligi haqidagi guvohnomasini olib kelishimni aytdi. Biroq otamning tug'ilganlik, nikoh tuzganligi haqidagi guvohnomasini topa olmadim. Ushbu guvohnomalarni takroriy olish uchun qayerga murojaat qilishim lozim? Vafot etgan shaxslarga nisbatan tug'ilganlik, nikoh tuzilganligi va nikohdan ajralganlik haqidagi takroriy guvohnomalar berish tartibi fiqh bo'limlari tomonidan amalga oshiriladi. Tug'ilganlik haqida takroriy guvohnoma olish uchun shaxsning o'zi yoki uning ishonchli vakili yoki 16 yoshga to'lmagan shaxslarning ota-onalar murojaat qilishlari lozim. Lekin vafot etgan shaxsga nisbatan tug'ilganlik haqida takroriy guvohnoma berilmaydi. Faqat zarurat hollarda davlat xizmatlari markazlaridan ma'lumotnomalar berish mumkin xolos. Nikoh tuzilganlik haqida takroriy guvohnomalar olish uchun ham er yoki xotinning o'zlari shaxsan fiqh bo'limlariga murojaat qilishlari lozim. Lekin er yoki xotin vafot etgan taqdirda nikoh tugatilgan hisoblanadi, ularga takroriy guvohnomalar berilmaydi, faqat ularga davlat xizmatlari markazlaridan ma'lumotnomalar berilish mumkin xolos. Nikohdan ajralganlik takroriy guvohnomalar olish uchun ham er yoki xotin o'zlari shaxsan fiqh bo'limlariga murojaat qilishlari lozim. Agar ular vafot etgan taqdirda er yoki xotinning arizasiga asosan davlat xizmatlari markazlaridan faqat ma'lumotnomalar berilishi mumkin xolos. Men davlat tashkilotiga yangi ishga kirganman. Rahbar 6 oy o'tmasdan turib mehnat ta'tili berilmaydi deb aytdi. Men esa mehnat ta'tilimni ayolimning homiladorlik va tug'ish ta'tili davrida olmoqchiman. Mazkur holatda mehnat ta'tiliga chiqishim mumkinmi? Avvalambor shuni aytish lozimki, haqiqatan ham birinchi ish yili uchun har yilgi mehnat ta'tilidan foydalanish huquqi xodimda u mazkur ish beruvchida kamida uzluksiz 6 oy ishlagandan so'ng vujudga keladi. Mehnat shartnomasi taraflarining kelishuviga ko'ra esa xodimga ish beruvchi tomonidan 6 oy ishlamasdan avval ham mehnat ta'tili berilishi mumkin. Biroq Mehnat kodeksining 400-moddasiga asosan erkaklar xotinining homiladorlik va tug'ish ta'tili davrida birinchi ish yili uchun har yilgi mehnat ta'tilidan uzluksiz 6 oy ishlamagan taqdirda ham foydalanish huquqiga ega hisoblanadi.